Hurmatli obunachilar, Bag'at avtosavdoning 3-filialida mashinalar reklama etib beramiz. Qisqacha mashinamiz 10X 2023-yilda ishlab chiqqan short strapga bo'ladi. Mashinamiz kraskalar toza, benzinda bo'ladi. Mashinamizning narxi 188 million 60 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 4 million 200 dan do'stlar 5 yil. Kuzatib boraverasizlar, videoda o'tiravermang. Cobalt 2026-yilda yashab chiqqan kraskalar toza, benzinda bo'ladi mashinamiz. Narxi 165 million. Kreditdan e'tibor etilsa, kreditga 30 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 4 million 200 dan 5 yil do'stlar. 2025-yilda ishlab chiqarilgan kraskalar toza, 16 ming probeg kirgan, metallari bor. Narxi 155 million so'm. Kreditga 22 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 5 million 400 dan 5 yil do'stlar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan kraskalari toza, 19 ming probeg kirgan, metallari bor. Narxi 150 million so'm. 18 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 4 million 200 dan 5 yil. Mashin shumka 100%, taynobka ruxsatlari bor, bo'sh balonlari bor, tayyor kelib minib ketsangizlar bo'ladi. 1 so'm rasxod etmaysizlar do'stlar. 2025-yilda ishlab chiqarilgan shos sprapka Cobalt kraskasi toza, benzinda bo'ladi. Narxi 155 million so'm. 26 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 4 million 800 dan 5 yil do'stlar. Bemalol kelib Bag'at avtosavdoning 3-filialida kelib xarid qilishingiz mumkin. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt 2000 kilometr yurgan, kraskalari toza, mashinamiz benzinda bo'ladi. 150 million so'm. Kreditdan e'tibor etasizlar, kreditdan 18 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 4 million 200 dan 5 yil. 2025-yilda ishlab chiqqan Cobalt 11 ming kilometr yurgan, kraskasi toza, benzinda 155 million so'm. Kreditda 30 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 900 dan 5 yil do'stlar. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. 2020-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi bir kreyrinda bor, 75 ming probeg yurgan, metallari bor. Narxi 110 million so'm. 25 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 3 million 700 dan 4 yil chiqadi do'stlar. 2013-yilda ishlab chiqarilgan kraskalari bir eshkinda bor, kilometri 106 ming, metallari bor. Narxi 83 million so'm. 23 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 3 million 500 dan 3 yil do'stlar. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Cobalt 2023-yilda yashab chiqqan kraskasi toza, metallari bor. Narxi 130 million so'm. 2 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lovi 4 million 500 mingdan do'stlar. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin Cobaltlarimiz. Gentra avtomat 2022-yilda ishlab chiqarilgan, 50 ming probeg yurgan, kraskasi toza, pokolena metallari bor. Narxi 150 million so'm. Bir pasport ekkalasizlar, oylik to'lovi 5 million 400 dan 5 yil do'stlar. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Gentra zo'ri. Gentra avtomat bezlik bo'ladi do'stlar. 2023-yilda ishlab chiqqan shos sprapka bo'ladi. Kraskalari toza, benzinda bo'ladi mashinamiz. Mashinamizning narxi 174 million. 33 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 4 million 500 dan 5 yil do'stlar. Gentra mexanika bo'ladi do'stlar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 60 ming probeg yurgan, kraskasi toza, metallari bor. Narxi 135 million so'm. Bir pasport ekkalasizlar, oylik to'lovi 4 million 700 dan 5 yil do'stlar. Taynobka ruxsatlari bor, bo'sh balonlari bor. Mashinamiz tayyor. 1 so'm rasxod qilmaysizlar do'stlar. Bemalol kelib xarid qilib ketishingiz mumkin. Bag'at avtosavdoning 3-filialida do'stlar. Nexia 3 2021-yilda ishlab chiqqan, 48 ming probeg kirgan, kraskasi toza, metallari bor. Narxi 108 million so'm. Kreditga keladigan bo'lsak 20 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 milliondan 5 yil chiqadi do'stlar. Nexia 3'imiz 2023-yilda ishlab chiqqan Cobalt, ya'ni Nexia 2023-yilda ishlab chiqqan Gentra 9 ming probeg yurgan, metallari bor. Narxi 143 million so'm. 22 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 3 million 800 dan 5 yil do'stlar. Gentramiz zo'ri. Balonlar ham tayyor. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Nexia 3 2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza, 59 ming probeg yurgan, narxini aytib bersalar, narxi 90 million so'm. 15 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 4 million 300 dan 4 yil chiqadi do'stlar. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar.
2022 yilda ishlab chiqarilgan kraskalari toza, metallari bor, 31 ming probeg yurgan, narxi 130 million so'm. 2 million bilan kreditga chiqadi, oylik to'lov 4 million 500 mingdan 5 yil chiqadi do'stlar. Nexia 3 avtomat. Shum kabi atilgan mashinamiz 100%, 98 ming probeg yurgan, metallari bor, narxi 105 million so'm. Kredit e'tibor etasizlar, kreditda 27 million bilan chiqadi, oylik to'lov 4 million 600 dan 3 yil chiqadi do'stlar. Gentra 2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza, 89 ming probeg yurgan, metallari bor, narxi 128 million so'm, 16 million bilan kreditda chiqadi, oylik to'lov 3 million 500 dan 5 yil do'stlar. Avtomat Gentra 2023-yilda ishlab chiqarilgan 33 ming probeg yurgan kraskasi toza, metali bor, narxi 164 million. 10 million bilan kreditga chiqadi, oylik to'lov 5 million 800 dan 5 yil. Avtomat bezlik oladi do'stlar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 32 ming probeg yurgan kraskasi toza, metali bor, narxi 154 million so'm. Kreditga e'tibor etsanglar 15 million bilan kreditga chiqadi, oylik to'lov 4 million 400 dan 5 yil do'stlar. Gentra 2022-yilda ishlab chiqqan 47 ming probeg yurgan, metallari bor, narxi 134 million so'm, 10 million bilan kreditga chiqadi, 4 million 500 dan oylik to'lovi. Gentra 2023-yilda ishlab chiqarilgan 40 ming kilometr yurgan kraskasi toza, metali bor, narxi 140 million so'm. 19 million bilan kreditga chiqadi, oylik to'lovi 3 million 800 dan do'stlar. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Gentra avtomat 2021-yilda ishlab chiqarilgan 88 ming probeg yurgan, metallari bor, pakalina qo'yilgan metalim, narxi 135 million so'm. Bir pasport akkalasizlar, oylik to'lov 4 million 700 dan 5 yil do'stlar. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin Gentralarimiz. Gentra ko'p, Gentralarimiz bo'lsa bemalol akkalaverasiz. Sotib qolish variantlarimiz ham bor. Naqd pul o'zlarimiz xarid qilib olaveramiz do'stlar. Bag'at Avtosavdoning 3-finaliga kelaverasizlar do'stlar.